Hey xayriyat, yetib keldim. Shuncha yo'lni bosib. Barchaga assalomu alaykum. Bratim bo'pti. Barchaga assalomu alaykum. Men do'stlar yangi qishloqqa ko'chib kelyapman. Sizlar bilan Rise Minecraft ni blogerlarning qishlog'iga. Mana shu 18-qishloqmi o'shanga ko'chib keldim. Endi bu yerda bir ikkita uy sotilar ekan, lekin mer chaqirdi. Hozir chemadonimdan nimani olishim kerak? Telefonimni. Endi parolini ko'rib qo'ydinglar, bo'pti. Samsung telefonim, o'zim bilan yana narsalarimni olganman. Kerak bo'ladi. Mer mana shuni yozib qo'yibdi. Janob mer, kirishga mumkinmi? Ha, kiraver. Eshik ochiq. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Uy sotib olmoqchisanmi? Ha, unchalik qimmat bo'lmasa, ha. Sotib olmoqchiman. Bunda sotiladigan uy Alimlarda bor. Yo'q, anavimi? Ha, xuddi o'sha. Kaliti inventaringda tashlab qo'ydim. Ha, mayli. Yo'qsa ol. Narxini kelishtiramiz. Ha, bo'pti. Do'stlar, narxini kelishtiradigan bo'lsa menga ma'qul. Oldin narxini ko'rish kerak. What? $2000. Bu mer naqadar bo'mish. Bu mer naqadar. Mana shu kichkinagina hozir 1 2 3 4 5 6 7. Bu yoq 7. Endi 1 2 3 4 5. 5 ga 7 ni ko'paytirsangiz 34 ni 35. 35 maydon 35 yerlik. Qarich o'shanaqa yerni $2000 ga sotib olish kerakmi? To'xta, bu yerda yozuv ham bor ekan. To'lay olmasang qapchangni nimaga bizga sotinishyapti? Bilmadim, bo'pti. Kalitni olib kirib ko'raylikchi. Checham bo'lib qoldi. Va karavati ham yo'q ekan. Boshqa narsalar, ovqat olmos. Pechka. Normal uy do'stlar, lekin bu yerda nima olsam ekan? Bu yerda oladigan hech narsa ham yo'q-da. Lekin nima? O'rnimdagi ko'zimni nima? Umuman do'stlar, bu uy menga yoqdi-ku, lekin narxini kelishtiradigan bo'lsa olaman. Chunki do'stlar, $2000 hayolingizga keltiring. Maydon emas, perimetr, qarchi o'shanaqa narsasi 35 blokdan iborat. Lekin orqamda turgan villaga $20000 aytsa kerak. Oldimda turgan villaga $20000 aytsa kerak. Yo'q do'stlar, men buni umuman sotib olmayman. Bundan ko'ra o'zim loydan yuqorib yashaganim ma'qul. Ular uy yoqdimi? Uy yoqishga yoqdi-yu, narxini kelishtirsangiz. Sen yangi bo'lganing uchun $2000 ni $1999.5 ga sotaman. Yo'q, kerak emas. Kalitni mana bu yerga qo'yib qo'ydim. O'ylab ko'r lekin. Yo'q, shart emas. O'zim loydan yuqorib yashayman do'stlar. Menga qizig'i yo'q, farqi yo'q. O'zim 35 tani unaqaga loydan uy qurib yashayman.
hozir 35 ta olib olishimiz kerak. 29 ta, 30 ta, 31 ta. Voy, sizlar nima qilyapsizlar? Bizni bu qishloqni qo'riqlaydigan odamlarimiz, ya'ni harbiy desa ham bo'ladi. Harbiymish kiyimlaringiz qanday unda harbiy kiyim? Harbiy bo'lish uchun harbiy kiyim shart emas. Mayli. Harbiy bo'lish uchun harbiy kiyim shart emas do'stlar. Nima degan gap? Xuddi o'quv doktorsan, lekin doktor kiyimi shart emas. Короче, hozir mana shu yerda uy quramiz. Nima bo'lsa ham bitta blogerlar video olgan shu yerda. Ularning videosini ko'rganman va endi bu yog'iga 7 ta. 3, 4, 5, 6, 7. Menga eshik ham kerak. Mana shu yerga eshik qo'yamiz. 5 ta bo'ldi-ku. Do'stlar, uy yoqishga yoqdi-ku, lekin narxi yoqmadi. Endi bu yerga daraxtdan quramiz. Bu daraxtlarni chopishga bo'ladimi? Bo'pti. Nima bo'lsa. Chopamiz bu daraxtni. Baribir bundan nima yasab olsak? Ya'ni taxta yasab olsak juda ham ko'p bo'lib ketadi. Kun ham quyosh ham botib qoladi dedi. Agar kech tushadigan bo'lsa do'stlar, nima yomon bo'ladi. Как раз 64 ta do'stlar. Как раз 64 ta versak yasab olamiz. Va endi versakdan kuchayamiz-da. Bitta 60 ta bo'lsa oyna shart do'stlar. Menda oyna yasash uchun toshni topib olaman, lekin nima yo'q. Ya'ni nima deydi? Qum. $2000 mana shunday yerni $2000 sotgandan ko'ra o'zim loydan yuqori yashasam ham bo'ladi-yu do'stlar. Meni fikrimga qo'shiladiganlar kommentariyaga qo'shilaman deb yozib ketsin bo'ldi. Meram shu darajada bo'mish bo'ladimi? Bir ustiga qo'yamiz-ku. Patologini ham loydan qilamiz. Endi 3 ta yetmadi. Bu bitta chopsam yetadi. Mana shu yerdan chopamiz. Keyin narsa yasash uchun ham terish kerak. Bunga ertaga teramiz. Bugun karavatni qo'yib nimasini qilib olsak bo'ldi. Bu yoqdan qilamiz. Do'stlar, ko'rdinglar? Hozir bo'lmasa yarim jonim ketadi. Bunga ham bitta yarim ovqat ketsa kerak. Hozir rostdan ertaga qilib olish kerak bu narsani. O'zim bilan shahardagi uyimning kravatini olib kelganman. Ertalab ham bo'pti-yu do'stlar. Tezroq bu uyni qurib tashlamasak bo'lmaydi ertalab. Shunday kutdim ertalabni. O'zi chala yarim qurilgan uyda uxlash neto bo'lar ekan.
Men bu uyni bitiraman degan voy nimaga qiyshiq qo'yilib ketyapti? Qiyshiq tug'ilmagan bo'lsam qo'lim qiyshiq bo'lmasa. Voy yana mana endi bu o'tlarni ham olib chiqish kerak. Endi daraxt chopib kelish kerak do'stlar, chunki narsa yasashimiz kerak. Mana shu daraxtlarni chopamiz. Keyin do'stlar sizlarga obunachimni ko'rsataman. Minecraft kanalimdagi Ryzen Minecraft hashtagni bu yerga qo'yamiz. Do'stlar, bugun umuman xato qo'yib yuboryapman. 37 ta ana narsani qanday yasardi? Ana zabormi nima o'shani? Birinchi tayoq yasash kerak. 4 ta yetadi. Va qanday qilardi? Esimdan chiqib qoldi. Ha, mana esimga tushdi. Shunday qilamiz. Shpoq. Ana. Men unaqa yasama. Boshqacha bo'lib ketdi-yu. Lekin esimga tushdi mana. Mana shunaqa bo'lardi. Va 6 ta yetadi. Mana shu yerga bitta endi. Mana endi eshik quramiz. Do'stlar, o'zimni qiynab nima kerak bora, undan ko'ra ana uyni $2000 ga sotib olganim ham yaxshi edi. Lekin men shuncha ko'timni qiynab bilim. Bo'pti do'stlar, seriyosniy bo'lamiz. Do'stlar, endi seriyosniy nimagadir kulim ketyapti. Podaniyam do'stlar, men endi ko'dim. Hamma joyimni qiynab topgan pulimni tejab ishlatishim kerak-ku, ha? Hamma joyimni qiynalib, belimni og'ritib. Do'stlar, shu ruchka bilan pul topish kerak edi-da. Hamma odamning ustidan yozib Abdunozini kuydirib, Nazlini shu qo'shiqni eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im-ku. Abdunozini kuydirib, Nazlini ikkinchi taym boshlandi azizlar dedi-ku. Ko'rganlar bo'lsa o'shani kommentariyada yozib ketsin.
Bu yerda nimaga o'tib bo'lmayapti o'zi? Nimaga o'tib bo'lmayapti? Mana shunday qilish kerak. Meni IQ'm do'stlar 2000 do'stlar qarang, texnologiya. Mana shu ajralib turish kerak. Bits. Короче. Do'stlar, endi ko'pchilik boylar qiladigan narsa bor-ku, oynasiga izmurudli blokdan qo'yib chiqsam, loy blokdan qo'yib chiqaman. Nima farqi bor? U ham blok, bu ham blok. Do'stlar, men nimaga so'kinyapsan desangda, Anilan juda ham ko'p ko'raman. Anilan shu rostdan texnologiya bo'lib ketdi. Do'stlar, menda zo'r g'oya bor. Hozir uyni bitirib tashlayman, qaranglar. Mana shu ikkita daraxt chopsak bo'ldi. Hozir do'stlar, ko'rasizlar. Texnologiya, haqiqiy texnologiya bo'lib ketdi. Qaranglar. Hop. Yana bitta chopib kelish kerak. Charchadi-yu odam bunday chopur. Bundan ko'ra, lekin men do'stlar, bilimni qiynab topgan pulimni shunchaki kichkinagina uyga ishlatib yuborgim kelmadi. Bu telefonni ham nima qancha edi? Qancha bo'lsa, shuncha dollarga olib qo'yibman, lekin optinazni kuydirib qo'yishim mana. Mana. Konkretniy. Do'stlar, endi menda blok yo'q ekan, bo'pti. Temir blok yasab olamiz hozir. Menga yetmaydi. Yana bitta daraxt chopamiz. Bo'ldi. Endi qaytib chopmayman. Temir bor ekan. Temirni olamiz faqat, temir. Mana bo'ldi. Temirni oldik. Do'stlar, menda patron, qurol, hamma narsa bor. Mana. Endi bu yerga notebookimni qo'ysam bo'ladi. Voy, do'stlar, yana daraxt chopishim kerak. Bo'ldi. Bundan keyin qaytib chopmayman, do'stlar. Voy, ana. Do'stlar, ana uyni sotib olib, buzdirib, keyin yana sotib olib, o'zim pulim qaytib olsammikin? Shunday qilsak ham bo'ladi. Sunduq yasashimiz kerak. Короче, mana. Endi bu yerga No. Mana.
sizlar bilan qisqa emas, juda ham ko'p vaqt ichida Rise Minecraft bo'ldim do'stlar. Videoga like bosing. Like bosmasangiz video chiqarmayman shunaqa qiziq. Albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying do'stlar, iltimos. Chunki men noyabrgacha 1000 ta obunachi bo'lmoqchiman. Hatto bu tushimda ko'ray 1000 ta obunachini. Albatta videoni o'chirish kerak. Inventarimdagi narsalarni ham olish kerak.